Assalomu alaykum. Hozir bitta hikoya o'qib oldimda. To'g'ridan-to'g'ri video qo'yaman. Hikoya o'qib oldim. U hikoya muhim emas. Uni keyingi videolarda qo'yib beraman. Odamlarga nima bo'lganini u hikoyani eshittiraman. Lekin hozir muhimi shu hikoyaning oxiridagi gap. Bu gapni hammamiz eshitganmiz. Ko'p eshitiladigan gap. Lekin shu gap menga ta'sir qilib ketdi-da. Badanim hozir ham titrayapti. To'g'risi. Kafanni cho'mchagi bo'lmaydi. O'rta. Kafanni cho'mchagi bo'lmaydi. Mana shu hammaga shu gap tegishli-da. O'zingizlar nima deydi? Xulosa chiqarib olinglar.